O'zbekiston xalqi intizorlik bilan har bir sanasini bo'sh paytini kutadi, sababi har bir inson farzandini to'yini chiroyli o'tishini xohlaydi. Bugun ustozlar duosini olib, millionlab muxlislarga ega bo'lgan nafaqat to'y bazm oqshomlarida ijtimoiy tarmoqlar orqali ham o'z muxlislariga ega bo'lgan sohir ovoz egasi, eng asosiysi jonli ijro sohibi Mahmudjon Ochilovga malol kelmasa bitta qarsakni yuragidan chalib qo'yamiz bugun. Yüz kadre hayatı olur Sordu nişadı kebi devran Hadrindin navayine ger Kultursa